Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Amerika Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetida ma'qullikdan o'tdi. Tuyg'un Abduvali inson haqlarini qo'g'dash mukofotiga erishdi. Balojiston ozodlik armiyasi bayonot e'lon qilib, Xitoyni qattiq ogohlantirdi. Hindiston kuzatish sun'iy amroyini qo'yib berdi. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanun layihəsi Amerika Kengash palatası tashqi munosabatlar komitetida ma'qullikdan o'tgan. Avam palata a'zosi Marco Rubio va Bob Menendez qatorliqlar 22 may bayonot berib, Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanun layihəsinin Avam palatası tashqi munosabatlar komitetida ma'qullikdan o'tganligini bildirdi. Marco Rubio bayonotida Şinjandagi Uyg'ur va boshqa qo'lliq musulmon sonliqlarga qaratilgan sistemalik va mislsiz kishilik huquq dafsandichiligida qo'liba Xitoy hukumati va Kommunistik partiyasi rahbarlaridan hisob olish beklik kechikib ketdi. Kengash palatasi tashqi ishlar komiteti bizning ikki partiya hamkorligi tunishtirgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini ma'qullikdan o'tkazib, intayin ahamiyatli bir qadamni bosdi dedi. Mazkur qonun hamkorlashib tunishtiruvchilarning biri Avam palatasi a'zosi Yangi Jersey shtatining Demokratchilar partiyasidan bo'lgan vakili Bob Menendez alohida so'z qilib, bugun hammaylar Uyg'urmiz. Xitoy Uyg'urlarga silayotgan qo'rqinchli va sistemlik zulm, universal kishilik huquq prinsiplarini qadrlaydigan barliq insonlarga qilingan o'rtaq haqorat. Beijingning Şinjangda yurgizayotgan sistemlik, ko'lamlik ta'qiplash insonlikni, insonning hayotini, milliy, diniy va kultur erkinligini qadrlaydigan har bir odamni shirkundirish kerak deganlarni bildirdi. O yana Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining mazkur qonun loyihasini ma'qullikdan o'tkazib, Xitoy raisi Xi Jinping va Xitoy Kommunist partiyasining mudish dunyo qurish g'oyasiga qarshi ko'krak kerib o'tirib chiqqanligiga apirin o'qidi. U bayonotining davomida Amerika Avam palatasining boshqa a'zolarini mazkur qonunni tizdan ma'qullikdan o'tkazishga da'vat qildi. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi 2018-yil noyabrda bir qatim va bu yil yanvarda tuzitilib yana bir qatim tunishtirilgan. Qonun loyihasi Davlat Majlisi tarafdan Cumhuriyetçilik partiyasidan bo'lgan Christopher Simist qatorliqlarning kepilligida tunishtirilgan bo'lib, qonun loyihasiga bu navbat Kengash palatasining Cumhuriyetçi va Demokratchilar partiyasi vakillaridan 30 dan ortiq kishi imzo qo'ygan. Qonun loyihasida tövəndəki məzmunlar alohida ko'zga chiliqadi. Amerika hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatlik doklad tayyorlovchilarining Uyg'ur rayonida bo'libmi atalmış qayta tarbiyalash lagerlarida jiddiy ham cheklimsiz holda tekshirish ilib berishga qaratilgan chaqiriqlarni qo'llaydigan bir strategiya tuzib chiqish. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillariga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ovoz berish huquqidan foydalanib, Xitoydagi Turkiya musulmonlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqun, tan jazosi va majburiy emgak qilmishlarini ayblashga yo'l yo'riq berish. Amerika Tashqi ishlar ministrligida Şinjang ishlar moslashtiruvchi tayinlashni o'ylashish. Tashqi ishlar ministri xalqaro magnitstik qonunni yurgizib, Sharqiy Turkiston va boshqa rayonlardagi kishilik huquq dafsandichiligiga bevosita chetilgan Xitoy hukumati va partiyasi ichidagi amaldorlar ham Uyg'ur avtonom rayonining partiya sekretari Chin Chuango qatorliqlarga jazo tadbirlar qo'llanish. Erkin Asiya radiosining qatma-qat qiyinchiliklarga qaramay, Sharqiy Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida davomli tafsiliy ma'lumotlarni berib kelayotganligini taqdirlash. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Xitoy Amerika tuproqlarida Amerika fuqarolariga solgan tahdidlar haqida aloqador organlarni uchur bilan ta'minlash. Amerika dunyoviy media agentligi Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bilimiga qaratilgan tahdidlar haqida Davlat Majlisiga doklad berib turish va Xitoyning chet ellardagi Uyg'ur jamoatiga qaratgan ta'tir tashviqotiga qarshi strategiya belgilab chiqish qatorliqlar. Tuyg'un Abduvali inson haqlarini qo'g'dash mukofotiga erishdi. Mississaugadagi Anatoliya Islom markazi Kanadadagi Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduvalini mukofotladi. 21 may Kanadaning Torontoga yaqin Mississaugadagi Anatoliya markazida Kanadadagi Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduvaliga Uyg'ur musulmonlarining inson haqlarini qo'g'dash uchun uzun yillardan beri zo'r ajr singdirgan va to'xtamay harakat etib qolgan degan nom bilan mukofot berdi. Mukofotlash faoliyatiga 500 yaqin odam qatnashdi. Bu Uyg'ur davosining Kanadada muhim o'rin tutganligidan darak berdi va hammani hayajonga soladi. Pakistanning Balojiston ülkesidagi yerlik Balojlarning qurolliq tashkiloti Balojiston ozodlik armiyasi bayonot e'lon qilib, agar Xitoy Balojistonda Qashqar-Gwadar iqtisodiy koridori qurilishini davomli olib borsa, uning ichinishli oqibatga uchraydiganligini ogohlantirib bayonot e'lon qilib, Balojiston ozodlik armiyasining Majid brigadasi nomli alohida qism tashkil qilganligi, yaqinda Gvardardagi Marvayat mehmonxonasiga qaratilgan hujumni bu qismning olib borganligini bildirgan.
11 may kuni yuz bergan bu hujumda Gwadar port qurilishi qatnashayotgan Xitoylar nishon qilingan bo'lib, hujumda oz deganda 8 odam o'lgan. VMO nomli torda e'lon qilingan bayonotda Xitoy Balojistonga ruxsatsiz kelib, bizning dushmanimizni qo'lladi. Pokiston armiyasining yezilarimizni vayron qilishiga yordamlashdi. Lekin endi bizning vaqtimiz keldi. Balojiston ozodlik armiyasi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining Balojlar zaminda echinishlik mag'lub bo'lganligini ko'rsatdi. Balojiston sening kengaymish harakatining go'ri bo'lib qoladi. Majid brigadasining alohida qismi qurilib, Xitoy amaldorlariga va uning aslahalariga nishonli hujum qiladi deyilgan. Balojiston Xitoyning Qashqar-Gwadar iqtisodiy koridorining dengizga chiqadigan eng strategik tugunidir. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning Qashqar shahri bilan Balojistonning Gwadar portini tutashtirgan bu qurilishda 50 milliard dollar mablag' ajratgan. Lekin bu qurilish yerlik Uyg'urlarning, shuningdek yana Balojiston xalqining qarshiligiga uchragan. Balojiston tashkilotlari bu qurilishda Baluch xalqining manfaati qurbon qilinganligi, uning boyligi talon-taroj qilinib, muhiti vayronchilik uchrayotganligini ilgari surib, hujum nishonini Xitoyning bu rayondagi ishchi va injenerlarga qaratgan. Hindiston radar va kuzatish faoliyatlarini taraqqiy qildirish maqsadida kuzatish sun'iy hamrohi qo'yib berdi. Hindiston olam qatnash tadqiqot tashkiloti tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha, olam o'lkasidagi kuzatish sun'iy hamrohi nomli raketa Andhra Pradesh qatnash bazasidan Risat ishkibi orqali qo'yib berilgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, radar suratga elish alohidaligiga ega bo'lgan kuzatish sun'iy hamrohi yez egilik, o'rmonchilik va jiddiy ahvollarga taqobil turish, qo'mondonlik sohalarida ishlatilgan. Bu Hindistonning kuzatish sun'iy hamrohini 3-qatim qo'yib berilishi hisoblanadi ekan. Xəbərlərimizə köynələr rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyir xoş. Allahqa əmanət.